payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kimda kim musulmonni haqqidan bir qit'ani, bir bo'lakchani yolg'on qasam bilan olsa, yolg'on ishlatib birovni haqqidan bitta dona bo'lakchani olsa, bitta qismchani olsa, Alloh unga do'zaxni vojib qiladi. Alloh unga jannatni harom qiladi dedilar. Do'zax vojib bo'ladi, jannat unga harom bo'ladi. Abadiy qoladi degani. Alloh unga do'zaxni vojib qiladi deb to'xtab qolmadilar. U endi jannatga bormaydi. Uni joyi do'zax bo'ladi. Shu so'zlarni aytuvdilar sahobalardan ba'zilari. Bir kishi, "Ya Rasululloh, agar kamgina narsa bo'lsa-chi" dedi. Juda ham kam narsa o'tib ketsa-chi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar aroki daraxtini shoxicha bo'lsa ham, aroki bu misvakka olinadigan daraxt. O'sha misvak daraxtini bitta dona cho'pchasi bo'lsa ham, xuddi shu dedilar. Bitta cho'pni, daraxtda o'sib yotadigan cho'pini birovni haqqini kesib olsa ham, unga ham xuddi shu" deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Alloh saqlasin bugungi kundagi kishilarni ba'zilarini qilib turgan ishlardan. Xotirjam. Faqat dunyoyimiz obod bo'lsa bo'ldi bo'lib qolgan bizga hozir. Oxiratda go'yoki gaplashib olamiz. Dunyoda qilib turganimizga o'xshab turib. Kelishib olamiz, yo tanishimiz bor. U kunda Allohdan boshqani mulki bo'lmaydi. Mulk faqat Allohniki. Hech qanaqangi uzr o'tmaydi. Bugun so'zga usta bo'lsak, go'yoki haqqimizni biladigan bo'lib, insonlarni orasida o'zimizni haqqimizni olib o'tib ketadigan bo'lsak, u kunda bunaqa ish qila olmaymiz. Tillarimiz, ko'zlarimiz, oyoqlarimiz, hamma a'zoyimiz gapiradi. Hamma bekitgan narsalarimiz fosh bo'ladi. Hammasini Alloh ko'rsatib qo'yadi. Insonning haqqini yegan odam har bitta qatrasi uchun, har bitta tomchisi uchun javob beradi. Firib ishlatgan, hiyla qilgan, nayrang qilgan insonlar javob beradi. Alloh qiyomat kunini javobli yo u yoqqa yoki bo'lmasa bu yoqqa o'tadigan maskan qildi.